Assalomu alaykum. Men Jizzax viloyati Baxmal tumanidanman. Familiyam Abdurahmonov Qilichbay hoji. Mana shu xayr-xavotir sanatoriyasiga bu yil keldim birinchi marta. Dam olib yotibman. Sharoitlariga gap yo'q. Nima desang hamma narsa muhayyo. Sport zalimi, lecheniylari hammasi o'z joyida. Shifobar suvlari bor. Mana suvlardan ichib rohat qilib damda yotibmiz. Og'riydigan joylar hammasi qo'ydi. Davolanadigan narsalar bor edi, ular yo'q. Havosi toza, mayin shabada. Ishchilariga ham gap yo'q. Abed, ujun hammasi o'z joyida. Ovqatlari normalni. Hammasiga rahmat bulardi. Shu sanatoriyani tashkil qilganlarga ham rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin, rizqlariga baraka bersin. Kelinglar, sizlar ham dam olinglar. Biz rozimiz hammalaridan. Hammalaridan biz rozimiz.